bugungi operatsiyamiz gemoroy. Bemorimiz aytishlari bo'yicha 9-10 yildan buyon gemoroy bilan og'riydilar. Bir necha marta qon ketgan, ko'p marta konservativ davo olganlar, svechalar qo'yganlar, mazla qo'yganlar, tabletkalar ichganlar. Hammasini nafi vaqtincha bo'lgan, xolos. Hozir operatsiyalarni qilamiz. Mala invaziv yo'l bilan qilamiz, ya'ni kichik travma berish yo'li orqali operatsiya qilamiz. Ligashur va garmonik apparatlarimizni tayyorladik operatsiyaga. Kuzatishingiz mumkin.